Ramazonda eng ko'p tavsiya qiladigan narsam bu asosan eng birinchi o'rinda saharlikka juda katta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Chunki biza kun davomida energiyaga boy bo'lib yurishimiz, amallarni to'liq ado etishimiz uchun ham bizga kuch kerak. Kuchni bizga nonushta beradi, o'sha saharlik beradi. Lekin juda ko'pchilik saharlikda yoki uxlab qoladi, yoki shunchaki suvni ichib o'tkazib yuboradi, yoki bulochka, nonlarni shakar choylar bilan iste'mol qilib og'iz yopadi. Bu aslida umuman xato. Yana bitta qo'shimcha, o'zim gapingizni bo'ldim. Yoki bo'lmasa, kechgacha, iftorgacha qornimiz ochib qolmasin deb borini yeb qo'yamiz. Xuddi shunaqa. Saharlikni o'zida ham osh, somsa, norin shunaqa yeganlarni ham ko'rganman. Haqiqatda og'ir ovqatlarni ko'p yeb, kun davomida qornim ochmasin deyshadi. Lekin aslida bu xamir ovqatlar, nonlar bizani kun davomida qornimizni to'q saqlamaydi. Qornimizni to'q tutadigan mahsulotlar bu asosan oqsillar va kletchatkalar hisoblanadi. Chunki bu mahsulotlarni iste'mol qilganimizda bizda o'sha 6-7 soat ham to'qlik hissi beradi. Aminokislotalarga boy bo'ladi-da tuxum. Ayniqsa o'sha saharlikda men tavsiya qila oladiganim asosan shu tuxumga ko'proq urg'u berishsa, oqsil mahsulotlar, sut mahsulotlari, go'shtli mahsulotlarga agar urg'u berishsa, haqiqatda kun davomida holsizlik ularni qiynamaydi va iftorlikgacha haddan tashqari qorni ochmaydi va iftorlikda ko'p yeb qo'ymaydi. Aynan mana shunaqa holatni zo'r oldini oladi o'sha saharlik. 30 kun saharlikka faqat tuxum yesak, faqat kletchatka yesak, bu jonga ham tegib qoladi-yu. Yana nima bilan ular o'zgartirib turish mumkin? Tuxumni masalan joningizga tegmaydigan har xil yo'nalishda tayyorlasangiz bo'ladi. Oddiy misol, masalan, men hozir sizlarga bo'lishmoqchi bo'lganim bu shpinat bilan birgalikda, o'sha ismaloq bilan birgalikda tuxumni tayyorladim. Aynan bu kombinatsiyani nima uchun men hammaga tavsiya qilaman? Sababi shpinatda folat va temir moddasiga boy bo'lganligi uchun, tuxum esa B12 ga boy bo'lganligi uchun qon hosil bo'lishini tezlashtiradi. Ya'ni biza holsizlanmasdan, qonimiz kamaymasdan sog'lom 30 kun davomida oziqlanishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari tuxumdan qaynatilgan holatda bunaqa ko'rinishda yoki umuman tuxumdan tashqari yana sut mahsulotlaridan iste'mol qilinsa ham, go'sht mahsulotlaridan iste'mol qilinsa ham, albatta bu ham oqsil hisoblanadi.